So'nggi kunlarda Hotam Boynazarov va Edil Emilbekov atrofidagi gap-so'zlar MMA olamidagi eng muhokamali mavzulardan biriga aylandi. Hammasi yaqinda Toshkentdagi ACA turniridan keyin boshlandi. Edil Emilbekov g'alabasidan so'ng arenada jangni kuzatib turgan Jasur Alijonov emotsiyaga berilib, Hotam Boynazarov Edilni yenga olishini aytib o'tdi. Bu video tezda tarqalib, katta rezonans uyg'otdi. Oradan ko'p o'tmay Edil ham javob qaytardi. U shu kungacha birorta o'zbekistonlik jangchiga yutqazmaganligini aytib, o'ziga bo'lgan ishonchini ochiq namoyish qildi. Shuningdek, ACAdagi raqobat darajasi yuqoriligini ta'kidlab, agar xohlashsa grappling yoki to'liq kontakt jangiga ham kuch sinashga tayyor ekanligini bildirdi. Shundan keyin biz Edil Emilbekov bilan bog'lanib, ushbu ehtimoliy jang haqida savollar yo'lladik. U hozircha rasmiy kontrakt yo'qligini, masala hali og'zaki gap darajasida ekanini aytdi. Ammo liga aytsa, men har qanday vaqtda tayyorman deya qo'shimcha qildi. Ko'p o'tmay Hotam Boynazarov ham video murojaat bilan chiqib, agar Edilning o'zi ham xohlasa, Mangu 3 turnirida jang qilishga tayyor ekanini bildirib o'tdi. Bu orada Jasur Alijonov ham vaziyatga yana bir bor izoh berdi. U qo'ygan video katta shov-shuvlarga sabab bo'lganini, internetdagi negativ fikrlarni ko'rganini aytdi. Shu bilan birga menejerlari bilan gaplashilganini va agar liga ruxsat bersa, Mangu ligasida ushbu jangni tashkil qilish niyati borligini ta'kidladi. Hotam Boynazarov va Edil Emilbekov uslub jihatdan bir-biriga juda mos jangchilar. Yakunda esa u bu yerda millatlar o'rtasidagi adovat emas, haqiqiy sport raqobati haqida gap ketayotganini aytib, qo'shni xalqlar va davlatlarga hurmat bilan qarashini alohida ta'kidlab o'tdi.